Demak, bugungi ikkinchi demak mavzumizda AutoCADda demak AutoCAD dasturida tahrirlash uchun obyektni tanlash. Obyekt nima edi? Obyekt ya'ni biz o'sha loyihalayotgan o'sha yig'ma birliklar yoki ajraladigan, ajralmaydigan birlikmalarni texnik chizmasi. Texnik chizmasini loyihalash uchun ya'ni noldan, ya'ni obyekt, biror bir obyekt boshlashni, obyekt chizishni, obyektni loyihalash ketma-ketligini chizish uchun biz tanlab olamiz. Ya'ni bu yerda obyekt tushunchasini AutoCAD dasturi bilan o'sha ishlashda obyekt tushunchasini to'g'ri aniqlab tushunib olish lozim. Sababi obyektimiz oldindan demak aniqlab reja tuzmasak, nima qilmaydi? Belgilangan, ko'zlangan maqsadga erisha olmaymiz. Aytaylik, chizishlar asboblar panellariga, chizish asboblar. Mana bu yerda demak chizish asboblar paneli, mana hamma ko'ryapti, doskadagini. Mana bu yerda chizish asboblar paneli bor, mana bu yerda qo'shimcha chizish asboblar paneli umumiy olganda bu yerda paneldagi prямоугольник to'rtburchak, mana bu yerda ko'ribmiz, mana hammada kompyuterda ochib turibdi, AutoCADda mana prямоугольник, mana to'rtburchak, mana to'rtburchak chizish buyruq asosida bajarilgan shaklni dastur bitta obyekt deb qabul qilinadi. Ya'ni mana shuni biz chizib amaliyotga qo'llasak, ya'ni bitta obyekt bajarildi degan ma'nolar bildiradi. Bitta obyekt bajarildi, aynan shu shakl atrezi kesma buyruq asosida bajarsa, dastur ushbu shaklni to'rtta obyekt atrezi degan mana bu. Tepada bitta chiziq bor-ku, bittalab chizasiz. Bezor, mana bitta chiziladi, atrez mana qo'shimcha qilib birlashtirib ketaverasiz. Ya'ni prямоугольник bitta alohida obyekt shaklida qilsak ham bo'ladi yoki bo'lmasa atrez yordamida to'rtta obyekt deb shaklda bajarsak ham bo'ladi. Bizga hozir prямоугольник o'zi juda ham qulay. Chunki birinchi usulda bitta buyruq nima deydi? Bittada bajariladi, ikkinchi usulda esa 4 marta nima bo'ladi? O'sha chiziqlarni tutashtirma holatda bajarilgan holatda biriktiriladi. Endi mana bu yerda o'sha prямоугольник to'rtburchak, ya'ni shakllarni chizish buyruq asosida to'rtburchak, ya'ni bitta obyekt. Mana bu yerda bitta obyekt atrez kesmasi buyruq asosida to'rtta obyekt. Mana bu yerdan ketaveradi. Bitta chizmasi o'zi mana bu shaklda o'sha bittadan qolib ketaverasiz. Obyektlarni tanlash. Endi biz o'sha loyihalardagi texnik chizmamizni asosan o'sha prямоугольникda bajarsak, ko'proq maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga? Sababi atrezda, ya'ni bitta to'g'ri chizib orqali bajarsa, sizdan ko'proq mehnat talab qilinadi. Xato qilib qo'yasiz yoki qayerdadir joyini to'g'irlashingiz to'g'ri ketib qoladi, hokazo bo'ladi deb hech kelishim mumkin bo'ladi. Endi mana bu yerdagi ko'k ramplar, ya'ni ko'k ramzi, ya'ni obyektlarni umuman olganda obyektlar guruhidan kerakli obyektlar to'plamini ajratib tanlash bo'ladi. Faqat o'z hududiga to'g'ri kirgan obyektlar tanlanadi. Bunday tanlashda sichqonchilik ko'rsatkichi 1.2. Mana bu yerda oddiy shaklda 1.4, ya'ni sichqonchiqni olib ikkinchi nuqtagacha olib borsak, o'sha narsa o'sha joy mana bu yerda belgilanadi, ya'ni obyekt belgilanadi. Ya'ni ko'k ramzli asosli obyektlarni tanlash. Mana bu yerda endi har xil shakldagi obyektlarni demak ko'rishi berilgan. Mana bu yerda biz o'sha obyektlarni tahrirlash, ya'ni tahrirlash buyruqlari asosida demak obyektga mana bu yerda umumiy tanlab olinadi. Belgi shakllar, obyektlar tanlab olinib, umumiy shaklda mana bu yerda yaxshilar asosida obyektlarni tanlash tanlab olinyapti. Va shu nuqtalar orasida mana ko'klar bor-ku, mana ko'k chiziqlar, mana shakllar. O'shalarni ko'tarib yoki pastga tushirib yoki o'chirib, ya'ni delete tugmasini bosib o'sha o'chirishimiz mumkin, ya'ni tahrirlashimiz mumkin, joyini o'zgartirishimiz mumkin. Aylana bo'lsa, radius bo'lsa, dumaron demak aylana shaklini o'zgartirishimiz mumkin va hokazo holatlarda demak biz ishlov berishimiz mumkin edi. Mana bu yerda nuqtamizda hammada kompyuterda bor, demak belgilab olindi. Ya'ni bu yerda bitta nuqtada biz nechta obyekt bor? Mana bitta, ikkita obyekt ko'rsatilyapti. Ya'ni bu atrez misol tariqasida namunaviy mana bu yerda demak chizma shaklida sizlarga ko'rsatib berilgan. Mana bu yerda mana nechta obyekt ko'rsatilgan, mana shakli bor. Yana bu yerda bitta o'zi prямоугольник o'zi shakli ko'rsatilgan. Umumiy shaklda, ya'ni bunga ushlab berilish ketma-ketligi ko'rsatilyapti. Ya'ni obyektga qanday shakl berishimiz mumkin, nimalar qilish mumkin, ketma-ketligi ko'rsatilgan. O'tgan safarlar bilan demak rang berish
demak obyektga rang berish, tus berishni demak o'rgangan edik. Mana endi davomida demak o'sha ko'k rangli tugunchalar mana bu yerda keladigan bo'lsak, har bir nishonlar degani ko'rsatkichlar, ya'ni o'sha shaklga berilgan ko'rsatkichlarni biz nima qilishimiz mumkin ekan? Demak, bironta bir vazifa bajarishimiz mumkin. Belgilangan obyekt shtrix chizig'li ko'rinish oladi. Mana bu yerda shtrix degani bilamizki, o'sha uzuq chiziq. Ya'ni o'sha uzuq chiziqlar bilan biz nima qilishimiz mumkin? Bu rangli kvadratchalar paydo bo'ladi. Bu ko'k